Zalga chiqadigan okalarni har doim bitta dardi bo'ladi, ular naushnikdan juda ham qiynalishadi. Oka, mana mana shu naushnikimizni ko'p joylar 400 ming so'm, 350 ming so'm sotishyapti, lekin sizga men oka bitta shikolat narxi aytaman, 249 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Naushnikimizni boshqa ranglari ham bor, obzor oxirigacha ko'ringlar. Endi oka naushnikimizni o'ziga bitta e'tibor beradigan bo'lsangiz, oka naushnikimizning sifati juda ham yuqori. Buni 150 ming, 100 ming sotilayotgan naushniklar bilan umuman adashtirmaysizlar. Oka, tepa tarafi yumshoqqina setkadan qilib ishlangan, zalda ishlatayotganingizda oka umuman boshingizni ortib qo'ymaydi. Bundan tashqari oka o'zingiz bilasiz, zalda terlash degan narsa bo'ladi. Mabodo naushnikni mana bu joyi kirib bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol yuvib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu joyi magnitli bo'ladi. Oka, mana bunga bitta e'tibor bering. Sifati juda ham yuqori. Naushnikimizning quvvati 8 soatgacha bemalol yetadi. AUX bilan ham ishlatsangiz bo'ladi. Oka o'zining komplektida ajoyib bo'lgan chexoli bor. Bu chexol naushnikka qirilib ketishini oldini olib turadi. Oka, bundan tashqari bizda 7 xil rangi bor. Qiz bolalarga ham, o'g'il bolalarga ham qolagan ranglardan qilib beramiz. 40 kun garantiyasi bor. Ushbu naushnikimizning chegirma narxi bizning do'kondan 249 ming so'mga bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi.